Все, запись ketdi. Kecha SND bo'yicha kimdalar yozib oldi. Bugun uspet etmaganlar, uspet qilmaganlar bugun yozib olsin. Polnisda bugun qarab yozib olsin. O'shani bugun davomi bo'ladi darsi. O'shanga qarab ishlaymiz hozir. O'shanga qarab o'rganamiz baribir по-любому. Xo'p, ketdik. Xo'p. Bu joyda qaraydigan bo'lsak, sizni screenshot qilaman. Tema SND. Daftar ruchka bo'lsin. Yozib olishlaring uchun. SND. Xo'p. Supply and demand zone. Demand. Supply and demand zone bizda SND. Biz qaraydigan narsa, biz o'rganadigan narsa bu SNRga mix bo'la oladi. SNR strategiyasiga mix qilsalaringiz bo'ladi. Xo'p, SND bo'yicha nima deydi? Bizga kerakli o'sha 4 ta nima deydi? Punkt bor. O'sha punktlarni biz o'rganib chiqishimiz kerak, yozib olishimiz kerak. SND bo'yicha endi yozib oladigan narsalar kecha ham yozdirdim. Bugun uspet qilmaganlar yozib olsin. Kecha yozganlar kutib o'tiramiz. Bugun yozib oladigan odam o'ziga yozib oladi. Shu bilan dalchi davomini o'tib ketaveramiz. Xo'p, SND bo'yicha 4 ta bizda tushuncha bor. Bularni birinchi qatori, birinchi rad bu tak. Really, base, really. Yozib olinglar meni orqamdan. Lekin bu R, B, R. Xo'p. Ikkinchisi bu bizda bo'ladi really base drop. Really base drop. Xo'p, bizda uchinchisi bo'ladi. Buni qisqacha yozib olamiz. R B. Buni ko'k qilamiz endi. Bu qisqartmasi, mana bu uzun varianti. Hop, really base drop. Uchinchisi biz yozamiz drop base drop base drop. To'rtinchisi biz yozib oladigan narsa bu tag drop base really. Xo'p, mana shu 4 ta narsani yozib olinglar. Shu men 1 minut kutaman. Vakansa keyin tushuntiraman buni oxirigacha. Tovushim boryaptimi? Bo'ldi.
Tak. Уже всё, hamma yozib olgan bo'lsa, men buni skrinshot qilib qo'yaman. Zapis bo'lyapti, zapis yuryapti. Ertaga keyin o'zlaring ko'rib, o'zlaringning daftarlaringga yozib, chizib, chiroyli qilib qo'yasizlar. Bu endi дополнительный tushuntirish bo'ladi. Polni. Men qo'ldan kelguncha bugun tushuntiraman buni. Bugun продолжаем davomini. Xo'p, 150 ta odam bo'ldi. Хорошо. Xo'p, endi bu SNDni o'chirib turaman. Prosta bu yerda primer keltirish kerak. Bu yerda bizda primerlar bor. Mana bu birinchisiga bizga primer kerak baribir. По-любому bozorda ham o'z ko'rsatib beraman buni. Xo'p, mana 1 2 3 4 ha. 4 ta elementarniy bizda nima bor? So'zlar bor. Xo'p, birinchisi really base really. RBR. Xo'p, birinchi bo'lib biz bilib olishimiz kerak. Really nima, base nima, drop nima. Shu 3 ta narsani bilib olishimiz kerak. Birinchi, ikkinchi, uchinchi pravilo. Xo'p. Birinchisi really degani, tak, really degani bu degani narxning uptrend holatida o'sishi, ya'ni impulsiv holatda o'sib borishi. Xuddi mana shu reallyga misol bo'ladi. Line chartda anaqa impuls ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi bizda base. Yozib olingan base, mana bu baselar. Base nimaga kerak? Base degani bu narxning yig'ilishi. Sizlar konsolidatsiya deysizlarmi, yoki flat deysizlarmi? Bizda bu narsa sideway deyiladi. Sideway. Xo'p, bu yoqda endi SND bo'yicha base yozilgan. Xo'p, basedan onday narxning yig'ilishi bo'ladi, ha? Mana shu base bo'ladi. Xo'p, uchinchisi drop. Drop nima degani? Drop narxning pastga tushishi. Really o'sishi edi. Really o'sish, drop narxning pastga tushishi. Base narxning yig'ilishi. Xo'p, bildilaring, really o'sish, uptrend, base narxning yig'ilishi, flat, drop narxning pastga tushishi. Xo'p, endi bu yerda birinchisi nima yozilgan? Birinchisiga really base really yozilgan, orqasida qisqartma bor. RBR degan. Xo'p, bu yoqda bizda birinchisida really kelyapti, narxning o'sishi, ikkinchisida base kelyapti, narxning sideway bo'lishi. Yana base. Yana really degan mana bu. Birinchisiga really base really ga mana RBR degan yozib qo'yganmiz oxiriga. RBR ga vot primer. Boshlaymiz. Vot. Mana RBR ga primer mana narxning o'sishi really, narxning yig'ilishi mana base. Base narxning yana really bo'lib o'sishi yoziladi. Общий RBR. Va bu yoqda mana RBR yozilgan, uzatmasi really base really. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Основной fokus qayerda bo'ladi? Shu narx shunaqa figura yasagandan keyin SND bo'yicha mana shu zonaga reaksiya keladi. Mana shu zonaga kelganda siz точка входа olib bozorga kirasiz. Точка входа olib undan keyin savdo qilishingiz kerak. Xo'p, ikkinchisi really base drop. Ikkinchi qatorda turgan yozuv. Xo'p, bu birinchisiga primer. Primer 1. Xo'p, endi ikkinchisiga primer nima? Ikkinchisiga primer really deyapti, base deyapti, drop deyapti. Bu yoqda aytdim mana ikkinchisi. Really base drop. Ya'ni RBD inglizchada endi. Xo'p, R narxning really bo'lishi, o'sishi. Xo'p, flat bo'lishi base, narxning pastga tushishi drop. Xo'p, bu yoqda основной fokus qayerda bo'ladi? Base'da bo'ladi. Base'ga retestdan fokus sellda bo'ladi. Основной fokus sellda bo'ladi. Xo'p, bu ikkinchisiga primer. Bunda ham siz точка входа olib bozorga savdo qilasiz, bozorga kirasiz, rynokka kirasiz. Xo'p. RBD masalan. RBD. Xo'p, uchinchisi drop base drop. Uchinchi yozilgan narsa bizda drop base drop degan, to'g'rimi? Xo'p, drop narxning tushishi dedim. Bu narsani bilishlari kerak. O'sha miyaga prosta tak o'rganib olgan. Drop degani narxning pastga tushishi. Xo'p, base narxning yig'ilishi. Isho yana drop deyilyapti. Drop base drop mana. Bundan yana zona olinadi, focus cell. Drop base drop. Bu qisqartmasi. Mana bu yerda uzaytirib yozilgan mana 3-qatorda mana. Drop base drop, mana qisqartma. Xo'p, bunda primer yana shunaqa nima deydi? Figura hosil bo'ladi, figura paydo bo'ladi. Figura paydo bo'lgandan keyin biz bu точкадан sellga qarashimiz kerak. Обязательно точка входа olib. Xo'p, mana bu uchinchisi. Bu 2. Xo'p, to'rtinchisi bizda drop base really qisqartmasi mana. Xo'p, drop base really deyapti. Endi shunday tushuninglar mana. Narxning pastga tushishi drop, xo'p, yig'ilishi base, narxning really deyapti, o'sishi bo'lib ketadi bu yoqda. Xo'p, base dan zona olinadi. Xo'p, narxning pastga tushishi drop, yig'ilishi base, narxning ko'tarilishi bizga really o'sishi. Xo'p, qisqartma mana. Sizlarga yozilgan, kecha mana shu joygacha tushuntirdim. Bugun o'shani davom bo'ladi mana qisqartmasi.
Bu yoqda основной fokus keladi. Bu yoqdan fokus bayda bo'ladi. Обязательно точка входа ko'rib izlab. Bu primer bo'la oladi 4-siga. Mana 4 ta narsa yozdirgan bo'lsam, mana 4 tasiga primer, ha? Xo'p, mana bu 4 tasiga primer. Endi biz buni qaysi zonadan ishlatishimiz kerak? Qaysi nima deydi? Zonalar, qaysi time frame da ishlatishimiz kerak buni. O'sha narsalar muhim-da. O'sha narsalar важный bizga, to'g'rimi? Xo'p, 4 ta narsa yozildi, primer keltirildi-da. Xo'p, endi yozib olinadigan narsa nima? Основной time frame. Xo'p. Time frame da ishlatish kerak buni. Time frame degani o'sha time framedan o'zgartirilgan holatda. Buni siz ishlatasiz, M15 ga qaraysiz birinchi. M15 time frame ga. Agar M15 da bo'lmasa, M30 ga qaraysiz. Agar M30 da ham bo'lmasa, liba M5 ga qaraysiz, oxir последний. No M5 ora-orada ishlaydi, ora-orada ishlamaydi. O'shanisi bor. Kichkina time frame bo'lganiga. No основной birinchi fokus time frame M15 ga qaranglar. Обязательно M15 da izlanglar. Endi biz buni qanaqa zonadan ishlatishimiz kerak? Biz o'sha buni SND ni, supply and demand zonini SNR ga mix qilishimiz kerak. SNR strategiyasiga bir-birini qo'shishimiz kerak. Xo'p, biz support zonadan, liba resistance zonadan xuddi mana shu narsalarni, figurani topishimiz kerak. Xo'p, bu yoqda qaraydigan bo'lsak, H1 time frame, 1 soatlik time frame, H1 time frame. Tepada mana resistance zona bor. Buni mana tortamiz. Tepada resistance zona bor. Pastda mana bugun support zona bor edi mana. Birinchi support zona, основной kuchli zona, mana ikkinchisi. O'sha ikkinchi zonada turibdi hozir rinq. Xo'p. Endi biz ko'rishimiz kerak bo'lgan joy imina mana shu sellga fokus berishimiz kerak. Resistance zonadan biz ishlashimiz kerak. Resistance zonadan biz ishlashimiz kerak bo'lgan narsa. Xo'p, R zonadan biz kiramiz. Ya'ni resistance sell zonadan. Kanalga novi kelganlar, kanalga вообще bugun meni birinchi marta darsimni ko'rib turganlar, yoki birinchi marta meni tovushimni eshitib turganlar bo'lsa, qanaqa qilib zona olish, SNR strategiyasi bo'yicha qanaqa qilib zona tortish, qanaqa zona olish, qaysi time frame'da bo'lishini men Telegram kanalda birinchi saboqda o'tib tushuntirib berganmiz. Xo'p, VIP Qozog'iston kanaliga kirasizlar. Bugun kanalga novi kelganlar. Закрепленный сообщениеda mana turibdi. Saboq 1 Malayziya SNR. Bu kirasizlar kanalga. Закрепленный сообщениyaning ustiga bosasizlar. Вот bosgan kezda sizlarda mana video kelib chiqadi. O'sha videoni полностью ko'rib chiqinglar. Qanaqa qilinib support zona, resistance zona, SNR bo'yicha ishlash полностью sizlarga tushuntirilgan. Men bu narsani bugun повтор qilib o'tib ketmayman. Xo'p, endi biz resistance zonadan SND ni qanaqasiga qo'shamiz? SND ni qanaqasiga qo'shsak bo'ladi? Xo'p, SND da narxning tushishi bizda nima edi? Drop edi, to'g'rimi? Narxning yig'ilishi base edi, yana narxning tushishi drop. Значит, bizga kerak figura drop, base, drop kerak. Drop, base, drop kerak. Bizga вот mana bu figura kerak. Boya 4 ta misol ko'rsatdim-ku. Retest, dalchi sell. Endi xuddi shu narsani biz resistance zonadan qo'llashimiz kerak. Ana unda bir-biriga mix bo'ladi, to'g'ri ishlaydi. Xo'p, bu joyni belgilab olamiz. Primer mana grafikadan narx qaytgan joylar bor. Mana 3 marta, 4 marta 4 ret qaytgan bitta tochkadan. Endi biz o'sha joydan SND bo'yicha tochka vhoda izlab ko'ramiz. M15 time frame'da. Boshqa time frame'ga poka что qaramaymiz. Agar M15 da topa olmasak, biz M30 va M5 time frame'ga qaraymiz. M15 time frame'ga kiramiz. Mana M15 time frame'ga kirdik. M15 time frame'ga kirgandan keyin bizga drop, base, drop kerak. Bu yoqda bunday qaraymiz. Qayerda base bo'lgan, qayerda drop bo'lgan, mana bunday qaraymiz zonadan. Mana zonadan chiqib ketish joyida mana drop, base, dropning figurasi ko'rinishi mana drop, base, drop. Zona olinadi, retest, sell, to'g'rimi? Xo'p, bu yoqda mana bunday yaqinlashtirib qarasak mana. Tak, drop, base, и дальше drop bo'lgan, to'g'rimi? Biz buni zona qilib oladigan bo'lsak, вот bizga точка входа bitta beryapti. Zonadan qayerda? Zonadan pastrog'ida, zonaning tagrog'ida mana. Mana bu figura mana yerda bor. Endi bu primer nechidan kiryapsizlar deylik, zona 3400 da ekan. Narx nechigacha tushib beryapti? 3391. Bizga 80 punkt, 70 punkt, 90 punkt yetib ortadi. Va to'g'rimi? 3400 dan 3391 ga 90 punkt bu normal bo'ladi. Mana birinchisi mana. Drop base drop bo'yicha resistance zonadan точка входа izlash, bu точка входа beryapti, kirish. Shto'ba. Bu yoqda nima bor edi? Bu yoqda основной resistance zona bor edi. Bizda главный strategiya SNR. No SNR ga mix qilinadigan narsa SND. Supply and demand zona. Xo'p, bu yoqda mana drop base drop bo'yicha точка входа bor. Xo'p, yana dalchi qaraydigan bo'lsak mana. Endi dalchi qaraymiz. Bu yoqda mana просто tak base bo'lgan, drop yo'q, просто tak mana base bo'lgan, и drop bo'lib ketgan. Mana drop bo'lgandan keyin mana yana base bo'lgan, yana drop bo'lgan. Agar buni zona qilib kutganimizda mana tochkaga kelganda biz kirardik. Xo'p, har bir zonada mana bitta reaksiya bergan. Endi bu har doim bermaydi-da, bu lekin bitta zonadan bitta ishlaydi. Bitta ikkita polibom chiqadi bizda. Buni biz real grafikada ham, boshqa joyda ham misol ko'rishimiz mumkin. Liba misol qarashimiz kerak biz endi nimani? Support zonani. Xo'p, biz endi nimani ko'ramiz? Resistance zonadan drop, base, drop ko'rdik. Endi support zonadan rally, base, rally ni ko'rib chiqamiz.
support zonadan, byga ishlanadigan zonadan biz really base really ko'ramiz. Ya'ni kim R B R da qisqartmasi. Bu yoqda support zona qayerda bo'lgan? Mana bugun reaksiya oldi 25 frame'da. Undan oldingi reaksiya olgan joylarini ko'rib chiqamiz. Polnistni biz nima deydi, qarab ko'rib chiqishimiz kerak bu joylarni. Xo'p. Yaqinlashtiramiz. O'zimizga kerak bo'lgan joyni biz topib, именно o'sha joydan biz точка входа izlab kirishimiz kerak bo'lgan joy. Xo'p, mana bu yerda mana support zonaning tepasida bo'lgan, mana bizda основной zona support pastda turibdi. Nu zonadan chiqib ketish joyida bizga yasaydi. Figura yasaydi mana. Bu yoqda mana really base bo'lgan bizda, narx bitta tushgan, просто tak odamlarning stopini olganda, dальше bizga really bo'lib ketgan. Dальше really bo'lib ketgan. Buni biz zonaga tortib oladigan bo'lsak, mana shu basedan общий zonaga tortib oladigan bo'lsak, mana really base really da. Xo'p, narx impuls bilan kelyapti. Именно o'sha точкаdan mana reaksiya olib ketishligi mana. Reaksiya olib mana ketdi, bo'ldi. Xo'p, sizlarga tushuntirmoqchi bo'lganim. R B R really base really retest дальше buy. Support zonadan обязательно. Bu yoqda mana really base really reaksiya и дальше buy. Mana bu figura mana real grafikada turibdi. Просто da sizlar buni ko'ra olishlaring kerak. Bozorda praktika qilish kerak, to'xtamay. Nima deydi? Просто tak to'xtab qolmaslik kerak. Nu dальше qaraydigan bo'lsak. Dальше yana eski istoриyadan mana ochib qaraydigan bo'lsak. Bu bizga kerak, really base really kerak bo'ldi, всё. Mana bu точкада mana bor. Mana как раз bizda support zona. Nu zonadan chiqib ketish joyida mana. Really base really. Biz bu точкani o'zimizga zona qilib olamiz. Mana kelib birinchi marta ishlab beryapti, kelib o'sha zonada mana ikkinchi marta ishlab beryapti. Dальше uchinchi marta ham ishlab beryapti sizlarga. Nu sizlarga maslahat beraman, bir marta ishlanglar. Really base reallydan bir marta bo'ldi. Drop base dropdan bir marta. O'sha narazv ishlatsalaring yaxshi bo'ladi. Ko'proq misol endi foyda keltiradi sizlarga, to'g'ri bo'ladi. Xo'p, dальше istoриyadan qaraydigan bo'lsak, H4 mi, yoki boshqa time frame'larda misol, mana ring qaytgan joylar qayerda mana? Mana bu joylarda bor ekan mana yashil. Shu M15 time frame'ga qo'yamiz. Mana misol primer mana hozir agar bo'ladigan bo'lsa, mana shu zonadan reaksiya bo'lsa, mana really bo'lsa, keyin drop base bo'lib yana really bo'lsa, mana bunaqa figura bo'ladi bizda. Как раз bizda nima bo'ladi? Trend line ham buziladi, to'g'rimi? Keyin buni retestidan biz kirsak bo'ladi bayga. Xo'p. Real grafikada hozir base bo'lib, yana really bo'lsa. Nu oldingi ishlagan joylarni biz ko'rib chiqishimiz kerak. Oldingi ishlagan joylar, misol buy zonadan, yoki sell zonadan qanaqa ishlagan? Mana M15 time frame. Mana zonadan mana really base really bo'ldi. Biz zona oldik. Mana birinchi ret buni kelmay ketgan. Nu ikkinchisida kelib mana zonadan reaksiya berib ketgan. Necha punkt? Xo'p, kirilyapti 3300, primer 3333 deylik. Bu qayergacha yurib beryapti bizga? Pust 3gacha emas, o'rtasigacha hisoblaylik. 3338. 3333 dan 3338 ga 50 punkt. Nu normal 50 punkt. 001dan 01dan misol 3 ta 4 ta ochsa, 3 ta ochsa $150 bor. 001dan 3 ta ochsa, nima deydi? $15 bor degani bu yoqda ham. Hop. Xo'p, mana bu yoqda ham mana. Mana yoqda impuls bo'lmagan, impuls keyin bo'lgan bizga. Mana bu точкаlarga mana really base really bo'lganda biz mana bu точкаdan yana kirardik mana. Mana ketadi. Ya'ni R B R ga primer bu. Bu har doim kelmaydi. Misol buni lekin zonadan akkuratni ishlatsa, misol chotki moshni qilib ishlatsa bo'ladi. Bu janaqa nima deydi? Qiyin narsa emas. Misol mana zonadan chiqib ketish joyi mana. Really base really retest mana. Dальше buy. Buni просто tak ko'ra olish kerak-da bozorda, ringda buni ko'ra olish kerak. Mana buni jamoamiz buni o'chirib tashlaymiz. Men sizlarga kattasini tushuntiraman mana. Boyagi joy mana. Really mana ikkita impuls bo'lyapti. Mana base, ha? Basedan keyin bitta impuls bilan yana really bu. Siz reallydan sonni olasiz. Вот mana kelib zonadan reaksiya dальше. Bizda to'g'ri qarashimiz kerakki, to'g'ri mix qilishimiz kerak. Bu SND kichkina narsa emas. SND bo'yicha yana 3 ta mavzu bor, 3 ta 4 ta mavzu bor. 3 ta 4 ta urok bor. O'sha hammasini o'rganib qarab chiqishimiz kerak. Bo'ldi. Sizlarga kombinatsiya qilish o'rgataman. Kombinatsiyani to'g'ri olib borish kerak. Sen bo'yicha sanarda bo'yicha endi qarshi tushunmadim. Endi estilda jama durust estilmagan edi. Nima qilish kerak endi? Qolganlarga durust eshitilyapti-ku. Yo'q, shunda davosin qatib qoldi. Normal, aytaver, normal bo'ldi endi. Xo'p, endi yaxshimi? Yaxshi. Ya. Qayerda eshitilmay qoldi? To'g'ri, o'sha janaqa 1 minut va 30 sekund burun.
Ha, bo'ldi. Xo'p, SNR bo'yicha, SNR strategiyasi bo'yicha siz support resistance zonani H4 time frame da olasiz. M30 da siz SND izlaysiz. SNR bo'yicha H1 zona olasiz. SND ni M15 liba M5 da izlaysiz. Liba M5 SND. Bu ikkita strategiyani bir-biriga to'g'ri kombinatsiya qilish kerak. To'g'ri kombinatsiya qila olish kerak. Tushunyapsizlarmi? Ikkita strategiya bir-biriga to'g'ri kirishsa, to'g'ri bo'lsa, undan keyin joy-joyiga tushib ishlab beradi bu. U M1 time frame da ham ishlaydi, M5 da ham ishlaydi, scalping da ham ishlaydi. Bu narsani xudo xolasa keyin ko'rib chiqamiz misolni. Обязательно bugun hammasini ko'rib chiqishimiz shart emas. Bu birdaniga tushuniladigan strategiya emas bu yerda. Основной qilinadigan narsalar bor. Xo'p, bugun sizlarga bugun SND bo'yicha signal bermadim. O'sha o'zim ishlatadigan SNR strategiyasi bo'yicha signal berdim. Kanalda Polnitoga kim kirgan bo'lsa, kim foyda qilgan bo'lsa, Polnis barakasini bersin. Xo'p, bugun ikkita moshni signal bo'ldi. Bizga ikkalasi ham yurib berdi. Xo'p, bugun salom alaykum bo'ldi. Gold buy now. Tak, 33.62, 33.56. Stop 33.54 da. Take profit 33.66, 33.70 da. Take profit 1, take profit 2. Tagida yozilgan mini risk scalp zona deb. Xo'p, bu mana yoqda ideya beryapti. Men ideya yozyapman kanalga. Tak, M1 time frame da deyapman. Eng последний kazaniya shu bo'lib qoladi. Trendline ni buzib dalish ketadi deyapman. To'g'rimi? 66 gacha. Ideya beryapti. Ideyadan keyin vot birga bir yurib berish mana. Bu zonani sizlarga tushuntirib ko'rsataman grafikadan. Xo'p, M1 последний minimumni bilish bo'yicha yana strategiya bor, urok bor. Buni ham har kim bilavermaydi. Vot mana birga bir yurib berish. Xo'p, bundan keyin video сообщение bo'ldi. Undan keyin gold buy limit 33.47, 33.41 va stop 33.40. 10 punkt stop loss, 10 punkt. 41 entry bo'lyapti, 33.40 10 punkt. Juda kichkina. Take profit 52